Quva tumanida sportning futbol va mini futbol turlari bo'yicha o'tkazilgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari g'oliblari aniqlandi. 2 oy davom etgan musobaqalarda tumanning 65 ta mahallasida yashaydigan 16-30 yosh toifasidagi o'g'il-qizlardan tarkib topgan jamoalar qizg'in bahs olib bordi. Uyushmagan yoshlarni jalb qilib, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, futbol va mini futbol sport turlarini rivojlantirishda hamda joylarda yangi iqtidorlarni aniqlash maqsadida tashkil etilgan musobaqalar keskin kurashlar ostida o'tdi. Musobaqaning dastlabki bosqichlari mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida o'tkazildi. Qizg'in tarzda bo'lib o'tgan final o'yinida tumanning Katta Qishloq, Mo'ydin Hasanov mahallasi yoshlardan iborat jamoalar g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Bellashuvlar davomida g'oliblikni qo'lga kiritish uchun bor kuch va g'ayrati, iste'dodlarini namoyish etishib, murosasiz kurash olib borgan Mo'ydin Hasanov mahalla fuqarolar yig'inining yoshlari jamoasi katta futbol bo'yicha o'g'il bolalar bahsida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Yakuniy natija 2-1. G'alaba muborak bo'lsin. Rahmat, samimiy muxlislar, hammalaringga rahmat katta. Endi bu joygacha kelishda o'zi bir katta mehnat bo'ldi. Jami 8 ta o'yin o'ynadik, juda ham kuchli raqiblarni yutib, oxir-oqibat chempion bo'ldik. Hammamizni chempionlik bilan tabriklayman. Tan olish kerak, raqibimiz juda kuchli edi, buni bilgandik. Endi harakat qildik, bolalar bilan harakat qilib, bolalarga mehnat qattiq qilishdi mana va g'alabani qo'lga kiritdik. Tabriklaymiz. Rahmat. Musobaqa g'oliblarini taqdirlash marosimi tuman markazidagi Al-Farg'oniy majmuasida bo'lib o'tdi. Unda qatnashgan tuman hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar, mahalla vakillari, yoshlar ishlari agentligi, sport bo'limi mutasaddilari ishtirokidagi g'oliblarni taqdirlash marosimi katta tantanaga aylandi. Mini futbol hamda futbol bo'yicha yoshlar o'rtasida Davlat xavfsizligi xizmati kubogi sport musobaqalari g'oliblari e'lon qilina boshlandi. Qizlar o'rtasida o'tkazilgan mini futbol musobaqalarida bolalik mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari g'oliblik qo'lga kiritishdi. G'oliblarga tashkilotchilar tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar hamda kubok topshirildi. O'yinlarda qiyinchiliklar bo'ldi, albatta. Tuman bo'yicha 65 ta mahalla jamoa bo'lib, shular ichida birinchi o'rinni oldik. Jamoamiz bilan xudo xolasa viloyat bosqichida ham tumanimizni sha'nini ko'tarib, oliy o'rinlar olishga harakat qilamiz albatta. Sport musobaqalari bu yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda nafaqat o'g'il bolalar, mana ko'rib turibsizlar, qiz bolalarni ham jalb qilyapmiz. Bu 65 ta mahallaning ichida har bitta mahallada 10 nafardan qizlarni bu mini futbolga jalb qilib, mana g'oliblikka erishdik. Eng asosiysi yoshlar sportga jalb qilinyapti. Shuningdek, eng yaxshi futbolchi, eng yaxshi to'p urar, eng yaxshi darvozabon va eng yaxshi murabbiy nominatsiyalari bo'yicha ham g'oliblar aniqlandi. Endi mini futbol hamda futbol bo'yicha yoshlar o'rtasida Davlat xavfsizligi xizmati kubogi sport musobaqalarining Quva tumani g'oliblari viloyatda bo'lib o'tadigan bellashuvlarda ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib boradilar. Taqdirlash marosimida el suygan san'atkorlar ishtirokidagi gala-konsert dasturi barchaga kayfiyat ulashdi. Oltiariqda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining tuman bosqichi yakuniga yetdi. Keskin va shiddatli kechgan bahslarda tumandagi 72 ta mahallalardan 7000 nafardan ziyod yoshlar ishtirok etdi. Yakunga yetgan bahslar natijasiga ko'ra g'oliblarni taqdirlash uchun tuman markaziy o'yingohida tantanali marosim tashkil etildi. Mahallamiz yoshlari Davlat xavfsizlik xizmati kubogini mini futbol sport turi bo'yicha Oltiariq tumanida 72 ta mahallani qizlari o'rtasida qizg'in va murosasiz ketgan uchrashuvda mahallamiz qizlari birinchi o'rinda oldi. Xudo xolasa viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Viloyat bosqichida ham Oltiariq tuman sha'nini munosib himoya qilamiz degan umiddamiz. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismiga o'tildi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining professional futbol bahsida 3 va 2 o'rinlarni qayd etgan Birlashgan hamda ustoz mahalla fuqarolar yig'ini jamoalari bronza, kumush medallar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Obod mahalla fuqarolar yig'ini jamoasiga esa diplom, esdalik sovg'alari va oltin medal bilan birgalikda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, ayollar o'rtasida bo'lib o'tgan mini futbol bahsida birinchilikni qo'lga kiritgan Beruniy jamoasi vakillari ham xavfsizlik xizmati kubogiga sazovor bo'ldilar. Hozirgi kunda bizga sport sog'lik garovi bo'lib kelmoqda. Bo'sh vaqtimizdan foydalanishda ko'plab marralarga erishyapmiz. Hozir mini futbol bilan musobaqada qatnashgan bo'lib, faxrli 3 o'rinni qo'lga oldik. Jamoamiz bilan birgalikda. Biz jamoamiz bilan juda inoq kelishgan holda bundan boshqa sport turlari, yengil atletika bilan ham shug'ullanib kelamiz.
Tantanali taqdirlash marosimidan so'ng sahnada Vodiy yulduzlari, mashhur san'atkorlar tomonidan jo'shqin taronalar ijro etildi. Mahalladoshlarini musobaqa avvalidan so'ngigacha qo'llab-quvvatlab kelgan fuqarolar kechaning yorqin lahzalaridan birgalikda bahramand bo'ldilar.